jangni karyerangizdagi eng qiyini deb ayta olamiz? Yo'q, bu qiyin qiyin bo'lmagan bo'lmadi. bu. Bu qiyin bo'lmagan. Menda birinchi oktagonda urushganim qiyin bo'lgan. Knockdown bo'lib, mana shu aytayapman, ishonmasdim-da oldin. Mana shu knockdown bo'lsa, raqibingni 3 ta ko'rasan, mana aynaladi deganda ishonmasdim men. Ashunda, короче, u stolga turgan bo'lsam, u короче Sabendagim o'sha Nurbek Tajbayev bilan ikkinchi revanch qildim. O'shundan oldin 3 ta ko'rganman. Xudodan bo'lib, короче, oyoq tepaman deganda oyog'iga kirib yiqitib, o'zimga ozgina kelib olganman. Mana shu yerda. Bu juda qiyin jang bo'lgan. Unda stoykani ham urishni bilmasdim, faqat proxod qilishdan boshqa narsani bilmasdim. Ana shu chista na xarakterni yoqib, ana shu proxod qilib yutib olganman. Birinchi bo'yimda. U вообще jog'larim sinib ketgan unda, jog'im sinib ketgan, ko'zlarim shib ketgan. Juda qiyin jang bo'lgan unda. Ana shu meni kuchliroq qilgan lekin ana shu jang. Ana shundan keyin o'sha yana mehnat qilishni boshlaganman. Yaxshi bo'lgan. Bunda endi aytayapman, birinchi raund uzoq olmaganimda hamma yoq idealni ketardi. Просто birinchi raund endi Alloh shunaqa yozgan ekan, birinchi raund udarovor o'tkazib yubordimda, qattiq o'tkazdim. Unda ham mana shu madraxingiz 3 ta ko'rdim. Birinchi raund o'sha udar o'tkazgandan keyin bir raund polniy aynalib yurdi oldimda, hamma yo'q.